Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun mana 30 modelimizni to'liq tushuntirib o'tamiz. Bemalol tomosha qilib like bosib qo'yinglar. Tremoyimizdan boshlasak, tremoyimiz 1.45 ga, balandligi 1.80 qilib ishlangan. Xudo xolasa krashinni MDFda ishlangan. Ichlari ham polkadan iborat. Xaladonlari ham mana keng qilib ishlangan. Oyoqlarida turetskiy noshkalardan foydalanilgan. Spaniyamizga keladigan bo'lsak, 280 ga 220 joyida egallaydi. Matrasimiz ikki tomonlamali ortopedskiy matras. Bemalol 3 yil garantiyasi bor. Machalkalari ham yaxshi, zo'r, sifatli material machalkalardan foydalanilgan. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz 2.40 ga, balandligi 2.18, realistik qilib ishlangan. O'rtalarini ochadigan bo'lsak, kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Tepaga ko'ylak, pastga shimlarni bemalol ilib qo'ysa bo'ladi. Bu yog'imizda bo'lsa polkali variant. Polkalari ham, ichlari ham keng qilib, chuqur qilib ishlangan. Mexanizmlari vakuumli mexanizm. Bu yog'iga opa-singillarimizni uzun kiyimlarini ilsa, foydalansa bo'ladi. Bu yog'i ham polka qilib ishlangan. Xudo xohlasa ishlarimiz sifatiga javob beramiz. Mana tumbalarni yaqindan ko'rinishi. Bu modelimizning narxi 9.600.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.